Mashhur sahobalardan Salmon Farsi degan sahoba birodarlari Abu Dardoni xonadoniga mehmon bo'ldilar. Eshikni taqillatsalar Abu Dardoni ayollari Ummu Dardo ranglari sarg'aygan holatda, sochlari to'zib ketgan, xafa, juda mahzun holatda eshikni ochdilar. Shunda Salmon Farsi hayron bo'lgan ekanlar: "Ey Ummu Dardo, biz sizni tuzuzni ko'p ichganmiz. Xonadoningizda ko'p mehmon bo'lganmiz. Sizni bunchalik mahzun bo'lganligingizni, xafa bo'lganligingizni ko'rmagan edim. Qalbingni nima tirnab turibdi? Nimadan ko'ngling to'lmayapti? Nimaga bunchalik xafasan? Dardingni menga oshkor qilgin" dedilar. Shunda Ummu Dardo onamiz javob bergan ekanlarki: "Ey Salmon Farsi, meni birodarim, ya'ni meni erim Abu Dardo ertalabdan kechgacha namoz o'qib ibodat qiladi. Bir xonaga kirib boshini joynamozga qo'yadi, joynamozdan oladi. Bir kitobni ochadi, ikkinchi kitobni yopadi. Ibodat bilan, Allohning zikri bilan mashg'ul. Allohning haqqini ado etadi. Lekin bandani haqqini ado etish xayolidan ko'tarib qolingan. Umid bilan shu xonadonga qadam bosib kelgan ahli ayollar dilida nima gap bor? Farzandlarning dilida nima gap bor? Xonadonda nima kamchilik bor? Umuman erim hisoblashmay qo'ygan. Faqat ibodat bilan mashg'ul, ibodat bilan ovora dedilar. O'sha kuni Salmon Farsi tunab qoldilar. Abu Dardoni xonadonida mehmon bo'ldilar. Abu Dardo ixtiyoriy roza tutganliklarini izhor qilganlarida "Men uchun rozangni ochgin" deb ochirdilar. Birga taomlanishdi. Uxlab yotgan paytlarida kechani birinchi qismida Abu Dardo namozga turmoqchi bo'lganlarida yotgin deb yotqizdilar. Ikkinchi qismida yana turmoqchi bo'lganlarida yana yotqizdilar. Uchinchi qismida o'zlari birga turib tahorat olib namozni ado etganlardan keyin nasihat qilgan ekanlar: "Ey birodarim Abu Dardo, albatta bandani zimmasida birinchi Allohning haqqi bor. Allohning buyurganlarini qilish, qaytarganlaridan qaytish. Allohning ibodatlarida qoyim turish, sobit qadam bo'lish. Endi Allohning haqqidan keyin bandani ham haqqi bor. Sani deb xonadoningga qadam qo'yib kelgan ahli ayolingni ham haqqi bor. Pushtingdan nozil bo'lgan zurriyotlaringni ham haqqi bor. Har bir haq egasini haqqini ado etgan bandadan Alloh rozi bo'ladi. Bandani ham haqqini unutib qo'ymagin" deb nasihat qilgan ekanlar. Bundan ko'zlangan hikmat nima? Ibrat bo'ladigan jihat nima? Qaysi birimiz kasb kamolatimizga fidoyi bo'lib, kimdir siyosat, kimdir tijorat, kimdir boshqa ishlarni fidoyisi bo'lib, xonadonni unutib qo'yishlik, ahli ayolni haqqi, farzandlarni haqqini unutib qo'yishligi mo'minning fazilati emas. Har bir haq egasini haqqini ado etish, uni joyiga qo'yish, yaratganning dargohida uni darajasini ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladigan omillardan bittasi ekan.